Abdulhamid Cho'lponni chopib o'ldirilganligini bilarmidingiz? 1938-yil 4-7 oktyabr kunlari ro'y bergan fojialar ham Stalin, Molotov, Kaganovich va Rashidovlar rahbarligida tuzilgan ro'yxat asosida amalga oshirildi. Ular 28-mart kuni yuzlab ziyolilarni qatl qilishga oid ro'yxatga imzo qo'yadi. 4-oktyabrdan 5-oktyabrga o'tar kechasi hamma uxlayotgan vaqtda Fitrat, Abdulla Qodiriy, Otajon Hoshim kabi ziyolilarni hozirgi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan NKVD maxsus poligonida yashirin ravishda qatl qilishadi. Eng achinarlisi esa ularning barchasini bitta chuqurga kafansiz, janozasiz dafn qilishadi. Jasadlar tezroq chirib ketish uchun esa ustilaridan yo xlor sepishgan yoki bo'lmasam tezak tashlashgan. Cho'lponni o'ldirgani o'q yetmay qolgandanmi yoki bo'lmasam to'pponcha otmay qolgandanmi? Jallodlar o'sha kuni Cho'lponni o'ldirmaslikka qaror qiladi. Lekin Cho'lpon bor ovozi bilan "Senlarning davlatingda yashashni istamayman. Senlarni ko'rgani ko'zim ham yo'q" deb baqiradi. Shunda jallodlar Cho'lponni o'ldirish uchun bolta bilan chopib o'ldirishadi. Jadidlarimiz bizni yuksalishimiz uchun maktablar qurdirishgan.